Assalomu alaykum. Uchoqildirali skuterda arzonini so'rayotganlarga mana sassiyangiz yaxshi holatda. Bitta skuterimiz kelib qoldi. Mana shu holat. Hamma yo'q butun, unda olasa. Yurgan kilometrlarni ko'rsatamiz. 72 volt deyapti. 3374 kilometr yurgan ekan. Buni bitta aybi bor. Akkumulyatori 3 tasimaga pasaygan. Hozir meni sinab ko'rdi, egasi 35 kilometr yuryapti, tashab ketdi. Zarakasi biz tugatalmadi endi. Mana shu yerda ikkita uchtasi past. Ammo akkumulyator ishmagan. Mana shu holatda kimgadir kilometr yetib olishi mumkin. Misol 15 kilometr yuraman, 20 kilometr yuraman deganlar bemalol yurib beraveradi. 30-35 kilometr yuribdi ekan egasi.